Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Va alaykum assalom, yaxshi. Rahmat, marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilib yuborsangiz. Nimadir ayb qildimmi? Mashina qilmadim shekilli. Hujjatlaringizni taqdim qiling, tezda tekshiramiz, qo'yib yuboraman. Men rosa shoshyapman. Marhamat qilib taqdim qiling. Meni tanimayapsiz shekilli. Yo'q, uzr, lekin tanimadim. Siz hujjatlaringizni taqdim qiling. Hamma taniydi-yu buni. Qanaqa qilib tanimaysiz? Nima gap Abdurahmonov? Assalomu alaykum. Men hujjatlaringizni bermayapsiz. Yo'q, meni tanimadingizmi deyapman. Shoshyapman. Repetitsiyam bor, ketishim kerak. Nima gap bular, taniysanmi? Men san'atkorman. Qaysi san'atkorsiz? Nimadir siz ham atay qilyapsizmi? Men Botir Qodirovman. Botir Qodirov soxtalar ham chiqib ketgan hozir, Nima deganingiz bu? Endi har bittasi tanimaymiz-ku biz. Hokimiyat vakiliga bo'ysunib, hujjatlarni taqdim qiling. Aylar, hurmat qilamiz, xizmatini qilamiz. Hammani aka, unaqa. Manga qarang, asabiylashmay, hujjatlarni taqdim qiling deyapman. Unaqa bo'lmaydi aka. Nima asabiylashyapsiz? Hozir ko'ramiz. Ichida baks yo'q. Endi tanidingizmi aka? Mana Botir Qodirov ekan-ku, Abdurahmonov. Komanda rosa shoshyapti. Repetitsiyam bor edi. 25-apreldan 30-aprelgacha 6 kun Xalqlar do'stligi san'at saroyida 100% jonli ijroda konsert qo'yyapmiz. Siz gapda jonli aytib bering endi. Xudo xolasa konsertga kelsanglar, jonlilarni eng zo'rlari bo'ladi. Oqyo'l yaxshi yetib oladi. Qilamiz gapinglarni. Rahmat. Omon bo'linglar. Bilet olmabmiz-ku. Ey, Abdurahmonov, har doim mana shunday parod qilasan-da. O'z oyoq bilan kelib turibdi-da. So'ramaysan bir to'rtta bilet. Jinosidan dashtim